Barchalarga assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Sizlar bilan har doimgidek Abbos Vlogs kanali do'stlar. Bugungi roligimiz PUBG Mobile uchun bepul yuz chiqarib o'tkazish haqida bo'ladi do'stlar. 100% isboti bilan juda ko'p obunachilarimiz bu haqida so'rayapti. Har kuni YouTube'da, kommentariyada, Telegramda va ushbu obunachilarimizning fikrini inobatga olgan holatda bugun ushbu video chiqarishga qaror qildik. 100% isbot bilan videoni oxirigacha ko'ring. Albatta siz ham bu narsaga qiziqib qolishingiz katta ehtimol. Do'stlar, video boshlashdan videomizga maksimal like bosing va kanalimizga yangi bo'lsangiz albatta obuna tugmasini bosib qo'yishni unutmanglar. Chunki sizlar qidirayotgan barcha turdagi foydali va content maker videolar bizning kanaldan topishingiz mumkin. Demaklar bo'lsangiz do'stlar, unda videoni ko'p kuttirmasdan biz boshlaymiz. Bizga atigi ikkita ilova kerak bo'ladi: Telegram hamda Midasboy. Telegram orqali biz ISO'ni ishlaymiz, Midasboy orqali biz ISO'ni chiqarib o'tamiz. Ya'ni Telegram ishlagan ISO'mizni redeem kod qilib va uni Midasboyga kiritib akkauntimizga tushirib olamiz. Kelaylar bu haqida hozir sizlarga tushuntirib o'tib ketaman. Telegramga kirib olamiz. Kirib olganingizdan so'ng esa sizga mana shu Xolo bot kerak bo'ladi. Botning havolasi esa har doimgidek video opsiyaniyasida qoldirib o'tib ketaman yoki sizda havolangiz orqali o'tmayman deyotganlar uchun mana shu bot silkasi Xolo bot hozirda 19355 nafar oylik obunachiga ega. Xo'p, endi buni ishlab o'tishimiz uchun biz botga start bosganimizdan so'ng botga kirib olamiz. Botda men allaqachon ro'yxatda o'tib, levellarni ko'tarib bo'lganman, chunki bu haqida men обязательно video chiqarganman. Birinchi qism videoni ko'rib olsanglar, anchagina prosmotlarni yegan. O'sha videoni ko'rib olsanglar, обязательно tushunib olasizlar. Ro'yxatda o'tish juda ham oson. Oldin qaranglar, bitta narsani aytib o'tib ketaman. Oldin bu botga kirib, start bosib, akkaunt ochib kirgan bo'lsanglar, o'sha nomerda qaytib kira olmaysizlar. Botni bir marta ochinglar bo'ldi. O'chirmasdan ishlatib yurishlarini maslahat beraman. Botda men urovni hozir 5-darajaga yetib qolishga ozgina qoldi. Mana shu videoni aytgancha ekraningizni ko'rib turganingizdek o'sha YouTube kanalimda videosini chiqarib o'tib ketganman. O'shani ko'rib olib, keyin ro'yxatda o'tib mana shu video ko'rishni tavsiya etaman. Chunki o'sha videoda men videosini chiqarib o'tib ketmagandim, faqat ro'yxatda o'tib qanday ishlanishi haqida tushuntirib o'tib ketgandim. Bugun esa ushbu video haqida pul o'sha videosini yechib o'tib ko'rsatib o'tib ketaman. Xo'p, endi bizga kerak bo'lgan birinchi qiladigan ishimiz aytganimizdek, mana men bu yerda viktorinada qatnashib o'tib ketganman. Viktorina desanglar, bir haftada bir marta sizlarga mana shunaqa shans beriladi. Ya'ni mana shularni to'ldirsanglar, mana shu ikkita, mana shu 3 ta ilovani mana shu ikkita bo'lim to'ldirsanglar, sizlarga bonus ochib beradi. Ya'ni har hafta yechib olasizlar. Buning uchun viktorina qatnashinglar kerak bo'ladi. Har kuni sizlarga mana shunaqa ikkita quiz test beradi. O'sha quiz testni to'g'ri bajarsanglar, endi PUBG Mobile o'ynamayotganim ancha bo'lib ketdi. Shu sababli bu yerda xato javob berishim aniq. Mana ko'rib turibsizlar. Shu sizlar PUBG o'ynayotganlar buni biladi qandayligini. Xo'p, bu yerda V magazin Win 94 vestik. Bu yerda bilmayman, bo'yni belgilab o'tib ketaman. Esim chiqib ketgan va to'g'ri belgilagan bittasini. Sizlarga kuniga ikkita mana shunaqa quiz savol beradi. O'shani har kuni ikkitadan to'g'ri javob bersangiz, ikkita orbal tayyor. Buni Viktoriya testga qatnashga maslahat beraman, chunki bunga premium kerak bo'ladi, pullik. Xo'p, har kuni ikkita test qatnashib, keyin esa o'yinlar bo'lmadi esa, mana bu sandiqda ustiga bossanglar, sizlarga sandiq beradi. Men o'sha bir ochib qo'yganman, bir kun bir marta, bu ham 0.5 orbal. Agar siz ikkita quiz testga to'g'ri savolga javob bersanglar, 2.5 orbal tayyor. Va undan tashqari esa siz mana bu yerda viktorinaga qatnashganlaringiz uchun bir haftada bir marta to'ladi bu narsa. O'shani ustiga bosasiz. Mana buni hozir bossak, bizga 2 orbal berar ekan. Buni bosamiz, 12 orbal berar ekan. 12 orbal tanlab mukofotni olish bosamiz, tepaga qaraysiz va ko'rib tursiz, mumkin bizga 12 orbal hamda 10 XP. XP bu urovingizni oshirish uchun, urovingiz qancha oshsa sizga shans imkoniyati juda ham ko'p bo'ladi. Xullas, mana shunday holatda sizlar ishlaysizlar. Bundan tashqari sizlar profil yo'lini bosish orqali siz do'stingizni taklif qilishingiz mumkin. Do'stingizni taklif qilib, mana shu yerda do'st taklif qilsiz. 29 ta obunachi, chunki oldingi videoda o'sha boya ko'rsatgan videomizda ekraningizda chiqib turgan previewsni bilib olsangiz bo'ladi. O'sha videoda men anchagina odam taklif qilib bo'lganman va menga o'sha obunachilardan 145 orbal bergan va o'sha paytgacha уже 7 marta, 8 marta UC chiqarib o'tib ketdim. Bu yerda siz havolani nusxalash bosib, u do'stingizga yuborasiz va do'stingiz ikkinchi daraja yetganda sizga 5 orbal beradi. Bu haqida men o'sha videoni ko'ringlar, tushunib olasiz. Hammasi bitta-bitta tushuntirib o'tib ketganman. Xo'p, mana shu holatda sizlar orbal ishlaysiz, orbal UC'ga almashtirasizlar. Keyin yana bir narsa, mana bu o'yinlarni o'ynamanglar, chunki bular qimor. Chunki yutqizish ehtimolingiz katta. Boshda yaxshi beradi, keyin minusga kirib ketasiz, yiqor bo'laringiz bir teng bo'ladi. Hozir men esa bu yerdan ryukzak bo'lim bosib, men bu yerdan yechib o'tib ketaman. Bu akkauntni 3 ta yechganman уже. UC'ni mana ko'p tursizlar, redeem kod beradi, o'sha orbalga almashtirasizlar. Xo'p, bu yerda do'konni bosib olamiz. Do'kon bosib olganimizdan so'ng esa biz bu yerda UC bo'limida turibdi, PUBG Mobile'da qolaversin. Bu yerda pastroq tushamiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu yerda sotib olishingiz mumkin ekan. Mana yerda tepaga bosasiz, orbal almashtirish va bu yerda ko'rishingiz mumkin 99 orbalga 60 UC beradi. 449 orbalga esa 325 UC. Biz hozir bu yerda oladigan narsamiz 99 orbalga 60 UC olamiz.
Xo'p, ayirboshlashni bosib olamiz. Ayirboshlash bu tekin kelgan. Men hech qanaqa bu reklama emas, bekam emas bu yerda. O'zim ishlab kuniga har xil savollarga 1 daqiqa vaqt ajratib javob berib, kvestlarga qatnashib bo'ldim. Mana shu holatda o'rballarni yiqqanman. Bu degani siz bir oyda agar o'zingiz yig'ib hech qanaqa do'st taklif qilmasdan, 120 yuz ishlashingiz mumkin. Bu tekin, yo'q joyda. Xo'p, endi bu yerdan ryukzakka kirishni bosamiz. Mana yangi turibdi ishlatilmaganimiz, hozir unimiz. Mana redeem kod berdi. Ushbu redeem kodni biz nusxalab olamiz va mana tushuntirib o'tib faollashtirish yog'lig'i Midasbuyni oching, tizimga kiring, ID raqamini kiriting va ushbu redeem kodni kiritib akkauntiga 100 so'm tushirib bering. Xullas shunaqa gaplar. Xo'p, endi bizga Midasbuy ilovasi kerak bo'ladi. Midasbuyda sizlar bilasizlar, hamma bilsa kerak, uncha PUBG Mobile ishlatayotgan, o'ynab yurganlar Midasbuyda. Bu sayti bor, midasbuy.com sayti. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana shu sayt orqali yuklab olganman. Mana ilova. Mana bu yerda shuncha bossanglar, xohlasanglar mana shu yerdan bosib, o'rnatishda bosib olib, men programma qilib chiqarib olganman. Qulay bo'lgani uchun programma orqali hozir biz tashlaymiz. Mana. Xo'p, bu yerda исполнитель bo'limiga o'tamiz. O'tib olganimizdan so'ng esa mana bu yerda введите игрока коды, ya'ni obunachini ID'si, ya'ni obunachi deb o'zingizning ID'si kiriting deyapti, ya'ni PUBG Mobile'dagi. Bu yerda введите bosib, bu yerda hozir obunachimizning akkauntini kiritamiz, ID'sini. Buning uchun biz YouTube'ga kirib olishim kerak bo'ladi va YouTube'dan bitta boy kommentni tanlab olishim kerak bo'ladi. Xo'p, oxirgi marta 8 oylik chiqargandim. Men sizlarga aytayotgan videoyim esa mana bu yerda 1 yil oldin 27 mingta bu yerda to'liq ko'rsatib o'tib ketganman. Bu videoda ham chiqarib o'tib ketganman. Bepul tekinga ishla. Xullas, bu yer qiziq emas. Xo'p, biz kommentga kirib olamiz va bitta boy kommentga men 100 so'm tashlab beraman hozir. Va o'zim kerak emas, chunki o'zim anchadan beri o'ynamayapman. Xo'p, hech kim komment yozmagan. Ha, mana yozibdi, iltimos 300 aka ochib bo'lmang. Xo'p, iltimos bo'ladi. Mana shu obunachimizga tashlaymiz. Xo'p, mana ko'pchilik obunachi tashlabdi, mana bittasiga tashlaymiz. 523. To'xtanglar, bu obunachi Behruzbek. Menimcha bundan oldingi videoda men tashlaganman ID'siga. Bars.uz bor ekan, Bars.uz bor ekan. Xullas, mana shu obunachimizni tashlaymiz. ID 523. Bu tanish bilish emas, bu kommentdagilar 7 olin, 2 olin yozgan ekan 523. Keladigan pauza qiling. Va ushbu obunachimiz ID'si chiqib keldi. Mana ko'rishingiz mumkin. Yolg'on degan tanish bilish emas. Mana xuddi o'sha obunachimizning ID'si. Mana niki uzubi qayerdan topasiz shunaqa niklarni bilmayman. Kimdirlar g'alati ismlar qo'yib oladi. Xo'p, bu yerda endi пожалуйста введите активиты. Boyaga aktivit kodni kiritamiz. Mana aktivit kodni kiritdik, хорошо'ni bosib olamiz. Bosib olganimizdan so'ng mana chiqarib beryapti. Mana shu obunachimizga o'sha 63 ketsinma deyapti. Mana ko'rib turibsiz, ID'si to'g'ri, redeem kod. Va biz hozir подтвердить bosishimiz bilan obunachimizga 100 tushadi. Bo'ldi. Пожалуйста, получение товарной игры. Bo'ldi. Уже obunachimizga 100 tushdi. Mana shu holatda ishlanadigan narsa. Xo'p, ushbu videoni kommentda, oldingi videomda qanday ishlanishi haqida to'liq ko'rsatib o'tgan videomda mana shu videoni kommentiga men qoldirib o'tib ketaman. Shu komment orqali havolasiga kirib, bemalol shu videoni ko'rib olsanglar bo'ladi, sizlarga osonroq bo'lishi uchun. Bugungi videoni shunday beradi. Video yoqqan bo'lsa videomizga maksimal like bosing va kanalimizga yangi bo'lsangiz, albatta obuna tugmasini bosib qo'yishni unutmanglar. Chunki sizlar qidirayotgan barcha turdagi foydali va content maker videolar bizning kanaldan topishingiz mumkin. Sizlar bilan yaqin daqiqalar ichida Abbos Vlogs kanali bo'ldi va keyingi videolarda ko'rishguncha xayr do'stlar.